Har qanday mustahkam asab tolalarini ham uzishi mumkin bo'lgan xabar bilan dasturimni boshlashga majburman. 16 yoshli maktab o'quvchisi o'z sinfdoshini 5 marotaba pichoqlab qo'ydi. Batafsil ma'lumotni video orqali bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Turkiyada ro'mol talash o'yini fojia bilan tugadi. 16 yoshli o'quvchi sinfdoshi tomonidan tanasining 5 ta joyidan pichoqlandi. Bu voqea Konya viloyatining Beshixar tumanidagi maktabda bo'lgan. O'quvchilar Mendel kapma, ya'ni ro'mol talash o'yinini o'ynayotganda janjal chiqdi. Bahs tezda mushtlashuvga aylandi. 16 yoshli yigit urushni to'xtatmoqchi bo'ladi, ammo o'zi ham kaltaklanadi. Oradan ko'p o'tmay taraflar gapni joyiga qo'yamiz deb maktab yaqinida uchrashishadi, ammo bu uchrashuv qon bilan yakunlanadi. 17 yoshli o'quvchi cho'ntagidan pichoq chiqarib do'stining 5 joyidan uradi. Yarador o'quvchi og'ir ahvolda kasalxonaga yetkaziladi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.